Bugun logistika nima va nega u muhim kasb ekanini tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz internetdan telefon buyurtma qildingiz. U qanday qilib Xitoydan sizning uyingizgacha yetib keladi? Mana shu jarayonning miyasi logistika. Endi e'tibor bering. Logistika asosan 4 yo'nalishga bo'linadi. Birinchi bu transport, ya'ni yuklarni tashish. Ikkinchi ombor, ya'ni mahsulotni saqlash va kerakli joyga taqsimlash. Uchinchi yo'nalish xarid, ya'ni xomashyoni to'g'ri va o'z vaqtida sotib olish. To'rtinchi yo'nalish tarqatish, ya'ni mahsulotni bozorga chiqarish. Ko'ryapsizmi? Har bir yo'nalish tizimning alohida bo'lagi. Logist mutaxassis yo'lni rejalashtiradi, narxlarni hisoblaydi, vaqtni tejaydi va muammolarni hal qiladi. Yuk kechikib qolsa, zudlik bilan boshqa yo'l, boshqa transport yoki boshqa reja topadi. Yaxshi logist kompaniyaga juda katta mablag' foyda olib keladi. Logistika faqat yuk mashinasi degani emas. Tibbiyotda dori yetkazish, supermarketda mahsulot ta'minoti, bularning hammasida logistika bor. Aeroportda yuk rejalari, e-commerce'da buyurtmalar, hammasida logistika ishlaydi. Logistika bo'lmasa, katta tizimlar ishlamay qoladi. Logistika juda talabkor soha. Boshlang'ich oddiy logistdan boshlab, keyin lojri, masalan, dispetcher operator bo'lib ham ishlash mumkin. Tajriba bilan supply chain manager darajasigacha chiqish mumkin. O'sish bor, mas'uliyat oshadi, shunga yarasha daromad ham ko'tariladi. Logistikada siz transport tizimlari, menejment va iqtisod kabi asosiy fanlarni o'rganasiz. Ombor boshqaruvi, axborot tizimlari va xalqaro savdoni ham o'rganasiz. Eng qiziq tomoni esa ko'p logistlar xalqaro kompaniyalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi. Agar siz rejalashtirishni, hisob-kitobni va global savdoni yoqtirsangiz, logistika siz uchun ideal kasb. Bu soha sizni butun dunyo bilan bog'laydi. Xo'sh, bugun logistika haqida asosiy tushunchalarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling.